Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz baxtli hayatning 53 qoidasi degan qoidaning 6-cı qoidasi. Ba'zi kishilar o'zining nachar qilmishlarini yaxshi deb o'ylab qoladi. Güzel madhiyalarning sahibi Allah subhanahu ve taala mundaq deydi: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Ayetning tarjimasi: o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Fatir surasi 8-oyat. Bu ayet nachar qilmishini qilib turib, o'zining qilgan ishini yaxshi ish deb o'ylab qolgan ba'zi kishilarga raddiya beriladigan ochiq dalil bo'ladi. Ba'zi olimlar bu oyatdan Yahudi nasaralar, atashparastlar maqsad qilinadi desa, ba'zi olimlar xavorijlar deydi. Ba'zilari shayton maqsad qilinadi desa, yana ba'zilari Qurayshning kofirlari deydi. Umuman oyatdan kim maqsad qilinsin, Allah Taala o'zining nachar qilmishi chiroyli ko'ringan kishilarni ozg'un gumroh deb atadi. Bu yetarlikdir. O'zining qilgan so'zlari va tanlashiga bek ishinib ketish ba'zi vaqtida insonni halokatga elib boradi. Qiyomat yaqinlashganlik to'g'risida kelgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: har qanday fikr qarash va so'zi o'tadigan kishilar o'zining fikr qarashlari va so'zlaridan qanoat hosil qilib, o'z qarashini to'g'ri deb qaraganda qiyomat bo'ladi. Biz ko'p o'rinlarda boshqalarning so'zlarini o'lchab munozir qilishib ketamiz, ammo ko'pchiligimizning so'zimizning to'g'ri yo'lliq ekanligiga qilchilikmi shak yaqin kelmaydi. Imom Shofiy rahimahulloh mundaq deydi: bizning so'zimiz to'g'ri bo'lsa-mu, xato ketish ehtimolligi bo'ladi. Başqalarının sözü xato bo'lsa-mu, to'g'ri bo'lish ehtimolligi bor. Bu söz İmam Shofiy va yoki boshqa mazhab imomlarining ko'p izlanib, tadqiq qilib, dalillarni ko'rib, ijtihod qilgan ilmiy masalalar to'g'risida deyilgan so'zlari. Biz kundalik hayot ishlarimizda to'g'ri deb turib oladigan so'zliklarimizda nimaga tayindigandimiz? Ey Allah, bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsala, to'g'ri yo'lga yetakligayla. Ey Allah, biz sizlardan hidoyat va to'g'ri so'z qilishga muyassar qilishni so'raymiz. Dua Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalaridan bo'lib, u bizga nijotlik yo'lidan burilib ketish va izib ketish mumkinligini bayon qilib berdi. Shuning uchun hidoyat tilab duo qilishga alohida rag'batlantirilgan. Takabburlik, haqni qabul qilmaslik, kishilarni ko'zga ilmaslik qatorliqlarning hammasi nachar axloqlardan bo'lib, dilida zarra miqdori kibr bo'lgan kishi jannatga kirolmaydi. Bundaq bo'lishi u kishining ko'nglida o'zining xususiy ishi va fikr qarashini chiroyli qilish uchun hukmronlik qilish kuchiydi. Shuning bilan u kishi o'zining nachar qilmishini tuymaydi. Bu o'zimizning barliq ishlarimizda shak qilishga chaqirish emas, lekin u hidoyat, to'g'riliq talab qilib, istishora talab qilish va istixora qilish uchun duo qilishga va har vaqt qilgan ishlarimiz va tanlashlarimizni haqiqat mezoniga to'g'rilashga chaqiriq qilishdir. Hammaylar o'zimizning xatoligidan xoli emas ekanligimizni bilamiz. Bizdan nayta az kishilar o'zlarining ma'lum bir o'rinda xato ketish imkoniyati bo'lganligini fikr qildiganlar bek az. Ayollar, do'stlar, saboqdoshlar va yaqin o'tadiganlar bularning orasidagi aloqalar ba'zi vaqtda har ikki taraf o'zininkini to'g'ri va qarshi tarafninkini xato deb turib oladigan o'rinlarning qurboni bo'lib tugab ketadi. Ba'zi kishilar doim vahmiy jihatda to'g'ri deb qaragan hayot yashaydi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan kishilarning hasrat nadomati nima degan katta. Alloh taolo bundaq hayotni saqlasin. Ey Allah, bizga haqni haq ko'rsatib, uningga ergishishga muyassar qilsala. Batilni batil ko'rsatib, uningdan yiroq bo'lishga muvaffaq qilsala. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.